qiz qal'asi. Lapildab yig'ayotgan qarda g'achildab mengib sayohat qilish uning orzusi edi. Ammo uning yurtida bo'lsin yoki bu yerda bo'lsin, orzusiga yetgidek qarni dastlab boqmagan edi. Uning ko'nglidagi orzusini bilib olgandek, Sherzodning uni qarmuz saylisiga taklif qilishi Dilorani bekli xushal qilibdi. "Abla, burunroq bilgan bo'lsam, posmamni kiyib oladi ekanman." Xotirjam bo'ling. Uning amalini men qilib qo'ydim. Sherzod shundoq degunicha qo'lida ko'tarib olgan so'mkini ishorat qilib qo'ydi. Dilora uning haqiqatan atrofliq o'ylaydiganligidan suyundi. Ular yetib kelganda Xarbin shahrida haqiqatan qor yig'ayotgan edi. Dilora bekla hayajonlanib ketdi. U oq ranglik mamuq chapinni kiyib olgan bo'lib, Sherzodning uning uchun tayyorlab qo'ygan qip-qizil ranglik posma, sharpa va palaylari oppoq qor manzarasi ichida uni atirguldek teg'imi jalalantirib etgan edi. Ular qarmuz o'ymachilik maydoniga kelgandan keyin Dilora hayajondan o'zini bosolmayli qoldi. Muzdan chiqarilgan haybatlik va istirolliqqa ega shakllar, xilma-xil go'zal o'ymalar, naqshlar odamni rostilla hayajonlantirmay qo'ymaydi. Dilora qarmuz o'ymalarni suratga tortib, Sherzod uningga agishib juratdi. Ular mo'sha tariqada vaqtning qandoq o'tib ketganini bilmadi. "Mening hayotimdagi eng go'zal sayohatlarning biri bo'ldi", dedi hayajonlangan Dilora. Bu odatkisi. Kashta chiroq yo'riqidagi manzarasini ko'rsangiz, texim hayajonlanib ketasiz. Rang-rang chiroq nuri ostida muz o'ymalar teximi boshqa tusga kirdi, dedi Sherzod uningga tushuntirib. "Shundaqmi? Amsa bugun kashta cho'qim ko'rayli. Siz burunmi kelganmidingiz?" "Men bunda qarmuz manzarasini yoqtiraman. Oldingi yilimi kelgan edim. Lekin bu yilqisi o'xshamaydi." "Qayeri o'xshamaydi ekan?" "O'tgan yili yenimda siz yo'q edingiz." Sherzod mehri bilan Diloraga qarab edi. Dilora höppida qizardi. "Avval tamoq yeb olayli. Ondan qong'uchi ko'rayli." Ular yaqin atrofdagi kichik bir oshpozilga kirdi-da, tamoq buyurtib o'ltirishdi. "Men bugun rostilla xush bo'ldim. Rahmat sizga." "Bunchalik xushal bo'lganingizni ko'rib, men xushal bo'lyapman." Ular tamoqdan keyin chiqqanda atrofni qorong'ulik bosgan edi. Rang-rang chiroqlar yo'rtilgan bo'lib, qarmuz o'ymachilik maydoni chiroq nuri ostida ajoyib tusga kirgan edi. Nurg'un sayohatchilar har xil shakldagi cho'ng-kichik apparat, telefonlarni to'g'irlashganicha bu go'zal manzaralardan xotira qoldirishga aldiravotadi. Sherzod haqiqatan to'g'ri aytgan. Muz o'yma san'at buyumlari kunduzi quyosh nurida bir xil tusda bo'lgan bo'lsa, rang-rang chiroq nuri ostida ajoyib haybatlik tusga kirgan edi. Muz o'ymalar chiroq nurida romantiklikqa, hashamatga, muhabbatga cho'milgandek kishini jalb qilib ko'z chaqnatadi. Ular yana qattiq sovuqqa qaramay muz o'yma maydonini aylanib chiqishga boshladi. Sherzod boshdan oyoq Diloraning qizg'in, hayajonli hissiyotiga hamroh bo'lib mangdi. Diloraning qaqaqlab kulishlaridan zo'qlandi. Sho'x kichik balalardek sakrashlaridan huzurlandi. Oxir Dilora qiyamagan holda bu yerdan ayrilganda vaqt xeyli bir yerga berib qolgan. Ularmu xeyli o'bdalla muzlab ketgan edi. "Bir joyga berib, avval ozroq issinib elib, ondan qaytaydi", dedi Sherzod. "Bak kesh bo'lib ketdi-ku", dedi Dilora, xuddi boshqa joylarga berishni ko'ngli tatmagandek. "Hech qisi yo'q. 24 soat tijorat qiladigan o'rinlarmi ko'p-ku", dedi Sherzod xotirjam holda. Dilora amdi ortiqcha rad qilishni xohlamay uningga ergashdi.
Ular taksiga chiqib, lapildab yig'iyotgan qarda chiroqlari lapildab, go'zal tusga kirgan bir klubning oldiga kelib to'xtadi. Qar muzliq shahar kunduzdagidan xeyli jimib qolgan bo'lsa-mu, texi tijoratini davomlashtirayotgan o'rinlar bor edi. Ular klub ichiga kirishdi. G'ova chiroq nurida larzon musiqa sadosi ichida o'ynayotganlarmi? Aldığa egiz putluq romkalarni qo'yib elib, bir-biri bilan mungdashayotganlarmi edi. Ular ayrim bir o'ringa kelib o'ltirishdi. Klubning ichi issiq edi. Men tazliq uyga kirib chiqay. Dilara shundoq deganicha chapinini selib esib qo'ydi-da, tazliq uyga qarab mangdi. U qaytib kirganida Sherzod po'qiritib tamak chekib o'ltiratdi. Dilara, bugun bakli to'nglab ketdingiz. Paranglashgacha o'ltirib, bir tal chekib qo'yamsiz. Meni kechiring. Men sizga hamroh bo'lmoqdakman. Dilara shundoq deganicha chapinini kiyib, sumkasini ko'taribla sirtqa qarab yugurgandek chiqib ketdi. Dilara tamakini ko'rib, dadasining zahar xumori qo'zg'algandagi ichinishliq holatini eslab qolgan edi. Sherzod mulozimatchini chaqirib, hisobot qilib chiqqanda Dilara hech yerda ko'rinmaydi. U Sherzod zakaz qilgan yotoqning qayerdaligini bilmaydi. U zada qayerga ketgandi? Sherzodning Dilaraning qilqiga rostilla ochig'i kelgan bo'lsa-mu, lekin qizni bu notanish shaharda tashlab etishga ko'zi qiymadi. Dilara birdamdala oqdimi, ko'kdimi ko'rinmaydi. Uning qarmuz qaplagan bu shaharda ko'zni yumib ochqichilar g'oyib bo'lishi Sherzodni yanama bearam qildi. To'satdan Dilaraning qayerligini his qilgandek bo'lib, taksidan birini to'sadi. Aniqki, Dilaraning bu shaharda boradigan hech qanday yeri yo'q. U Shanxayga qaytish uchun aerodromga ketdi deb hukm chiqardi Sherzod. U aerodromning kutish zaliga kirganida to'xtamay qar yig'ayotganligi uchun navbatchi aeroplanlar uchishdan to'xtagan. Dilara kutish zalining o'rtasidagi uzun o'rindiqda orqasiga o'zini tashlab jimjit o'ltiratdi. Sherzodmo uning yeniga kelib o'ltirdi. Ikkalan xeyli uzoqcha bir-biriga gap qilishmadi. Sherzodning tap bostirmasdilla orqasidan kelib sodiq qo'g'dig'uchisidek uning yenida jimjit o'ltirishi Dilaraning achchig'ini asta-asta yondirib, uning shurikini illatdi. "Mendan ranjidingizmi?" dedi Dilara bir chaqda. Bu dunyoda sababsiz ish bo'lmaydi. Balkim sizning shunda xafa bo'lishingizning bir sababi bo'lishi mumkin. dedi Sherzod achchig'ini ichiga shotib etib. Uning qizdan bundaqla voz kechgisi yo'q edi. "Rahmat sizga. Amaliyotda undaq qilmasligim kerakdi. Ammo undaq qilmasligimga amalim yo'q. Mening kechmishlarimni siz bilmaysiz, Sherzod aka. Meni satili tushunmaysiz. Men kayib qilgan, zahar chekkan odamlardan nafratlanaman." "Men rostilla bilmaydi ekanman, Dilara," dedi Sherzod muloyimlik bilan. Dilara tilga ilishni xolamaydigan hayotlik kechmishlarini so'zlashga boshladi. Zahar sababidan dadasi va opasining ajrashganligini, dadasining zaharga qanday kirishib ketganligini, zaharning dadasini qanday kerakdan chiqarganligini, dadasining zahar bilan zahar tashlash o'tirsida qanday tirkashganligini, eng oxirida zaharning dadasini qanday nobud qilganligini birma-bir so'zlab chiqdi. Natijada dimoqlari etishib, ko'zlariga yosh to'ldi. Ko'zlaridan suzuk yosh tomchilari g'illada eqib tushdi. Ovozi titradi. Uning gaplarini anglagancha Sherzodning Dilaraga bo'lgan hissdoshligi bag'an siri kuchayishga boshladi. "Mana shu sababdan men zahardan shirkinaman. Faqat oq tamaki chekkanlarni emas, tamaki chekkanlarni ko'rsam shirkinaman.
Barlıq keyip sapaq qılğıcılardan şirkinimen. Kechiring, Dilara. Men oldingizda haqiqatan sati chiqibdiman. Zaharning sizlarning oilani Moshunchalik xonavayronlikqa sog'lig'ini bilmaydi ekanman. Rostilla meni kechiring. Bugundan boshlab mangu bundaq holtimni sizga ko'rsatmayman. Dedi Sherzod. Hamda Diloraning nozik bir jip qo'lini issiq alqanlari orasiga oldi. Hamda ching siqib turib, Bu gapim rost. Endi yana bir qitim bu sababdan dilingizga azor bermayman. Yo'q, Sherzod aka. Bu sizning savalligingiz emas. Men shunday qismatlarga duchor bo'lganligim sabablik. Bayam sizni ranjitib qo'ydi. Ahmoq qiz, sizdan ranjishim mumkinmi? Agar sizdan ranjigan bo'lsam, qong'ucha aroq ichib, ondan yotoqqa berib uxlagan bo'lardim. Men buruli sizga aytgandilar. Men faqat sizga g'amxo'rlik qilishni, sizga yor-yo'lak bo'lishni umid qilaman. Baya aslo ranjiganim yo'q. Ranjisammi, faqat o'zimdan ranjidim. Dilara uningdan chin qalbidan mamnun bo'ldi. Ular ashu holatda necha soat shu yerda o'ltirib paranglashdi. Nurg'un narsalarni deyishdi. Fikrlarni almashtirishdi. Tang ataga yaqin Dilara o'zini sezmayla Sherzodning gaplarini anglaganicha Sherzodning mo'risiga yo'linib astag'ina uyquga ketdi. Dilara ko'zini ochganda tang suzilgan edi. U darhalla xijillik bilan o'zini uningdan tortdi. Yuring Dilara, endi qaytayli. Qarmo to'xtabdi. Uchishma asliga kelibdi. Dedi Sherzod. Shu kunidan boshlab ularning munosabati yanama yaqinlashib ketdi. Sherzod xuddi uningga kichik balalarga g'amxo'rlik qilgandek g'amxo'rlik qiladi, ko'yinadi. Malikalarni kutgandek og'zidan nima chiqib bo'lguncha shuni tayyor qiladi. Dilara buningga shunchalik ko'nib ketdi-yu, asta-asta o'zining xato qilayotganligini sezib turadi. Ularning munosabati qandaqdir aks-singillar munosabatiga o'xshamayli qilyotadi. Dilara Sherzodning qaysi vaqtlarda Urumchiga qaytadiganini, qaysi vaqtlarda Shanxayda ekanligini bilmaydi. Nima ishlarni qiladiganligini bilmaydi. Faqat Shanxayga kelib ishlarni tugatgandilar Dilaraga telefon qiladi-da, uning bilan ko'rishib olib, yana o'zining savdo ishiga mingadi. Uning zodi qandaq savdo bilan shug'ullanadiganligini, ayolining nima ish qiladiganligini, balasining bor yo'qligini so'rg'isi keladi, ammo xijil bo'lib so'rayolmaydi. Bara-bara Sherzod bilan bo'lgan munosabatining davomlashishivasi bo'lmaydiganligini sezdi. Xotini bir er kishini yaxshi ko'rishning qanchalik azobli ekanligini tonib yetdi. Sherzod uning bilan xo'shlashib ketib qolganida uni azob chirmib oladi. Sherzodning o'z uyida ayoli bilan mehr-muhabbatlik paranglashayotganligi, ermash-chirmash bo'lib muhabbatlik turmush kechirayotganligini ko'z oldiga keltirsalar, bir ochiq ichini o'rtaydi. Bu kundashlik bo'lmay nima? To'xtab qol Dilara, dedi u yana bir qitim. Endi bu qitim Sherzodga gapni ochiq aytqin. Seni izlamaslikka, uning bilan qayta ko'rishmaslikka va'da olgin. Dilara Sherzoddan ayrilib ketishni qayta niyat qilgan bo'lsa-mu, ammo uningdan ayrilishga hech bahona chiqmaydi. Sherzod har bab, har usullar bilan uni cho'qim tepib oladi. Dilara ochiq-oshkora holda uningga ayrilib ketayli deganmaydi. Ularning orasida ayrilib ketgandek hech qanday munosabatmi yo'q edi. Ularning o'rtasidagi munosabat yoki aks-singilga o'xshamaydi, yoki ashq-mashqlar munosabatiga o'xshamaydi. Har ikkalan bir-biriga bo'lgan ko'yinishi, seg'inishi va bir-biriga bo'lgan o'tdak ishtiyoqining kun sari kuchayotgani Dilaraga ayon edi.
uning ustiga Shamsiyamu davomliq uni ogohlantirib turadi. Dilara, endi uning bilan bo'lgan munosabatingni o'zlatgin. O'zingmi deding? U o'zimi oilasi bor ekanligini ochiq aytibdi. U ya oilasidan voz kechib sen bilan birga bo'lish kerak, yoki oilasidagilarga aqida qilib sendan voz kechish kerak. Bundaq yuraversanglar, aman bir kuni chatoq chiqmay qolmaydi. Men seni obdan tushungashga shundaq deyapman. Sen menga o'xshamaysan. Biri bilan yurman deb yurmaysan. Ayrilman deb ayrilmaysan. Eg'ir azobda qalasan jinim adash. Deganing to'g'ri. Men shundaq qilishni o'ylayapman. Lekin ayrilishga hech amal topolmayapman. Uni ranjitmay ayrilib ketsam bo'ladi. Bu asla mumkin emas. Aman har ikkil taraf azoblanadigan ish. Hozir qarasam, ikkinglarning munosabati taraqqiy qilib, xili obdal bir darajaga beribdi. Munosabatinglar qancha cho'nqirlashsa, oxirga berib, azobmi shuncha cho'nqirlashadi. Eng yaxshisi, vaqtida o'zingni tutib olgin, deydi Shamsiya Diloraga. Oxiri bir kun qattiq g'ayratga kelgan Dilara Sherzodga o'tinish talaffuzda shundoq dedi. Sherzod aka, asli men sizdek bir akamning bo'lganligidan to'limi xushal edim. Lekin biz bundaq davomli aralashib yuraversak, to'g'ri bo'lmaydi ekan. Yaxshisi, buningdan keyin meni izlamagan bo'lsangiz. Eng yaxshisi, ikkimiz ko'rishmayli. Yana nima bo'ldi Dilara? Men sizni ranjitib qo'ydimmi? Dedi Sherzod jiddiylashgan holda. Sizdan hargiz ranjimayman. Dilara shu topda to'limi azoblanayotdi. Ammo o'ylab baqsam bundaq yuraverish har ikkimiz uchun foydasiz ekan. Mendan ranjimagan bo'lsangizlar, bak yaxshi bo'pti. Men sizga burunli aytqan-ku. Sizning sababingizdan hech qanday ishga ta'sir yetkazmayman deb. Meni o'ndoq rad qilmangdilar. Faqat 15-20 kunda bir qitim ko'rib ketishimga qo'shilmamsiz? Sizning mushundaq deyishingizdan qo'rqib, telefon berishga petinolmayman ba'zida. Sal sehiyroq bo'lingchi-dilar. Ko'rishish, bir qitim ko'rib olish bu yo'lsiz talab emas-ku. O'g'oshu. Ammo men sizga ko'nib qilib, bir kuni sizni ko'ramasam, qanday qilaman deb qo'rqaman. Ammo men sizga ko'nib qilib, bir kuni sizni ko'ramasam, qanday qilaman deb qo'rqaman. Menga undaq bo'lmaydi. Men sizga va'da beray. Agar siz meni ko'rishni xohlasangizlar, cho'qim ko'ra olasiz. Sherzodning yelinishlari oldida Dilara yana amalsiz qoldi. U aslida bugun oda-juda bo'laman. Endi uning bilan har qancha ko'rishkim bo'lsa-mu ko'rishmayman deb o'ziga va'da berib chiqqan bo'lsa-mu, ammo Sherzod oldida, uning va'dalari oldida yana erib ketdi. Sherzod yana burunqidekla Diloraga telefon qiladi. Birlikda tomoq yeydi. Vaqt chiqarib, ko'ngil ichish so'rinlarga boradi. Ba'zida bog'chalarga boradi. Amaliyotda Diloramo Sherzodning yanida bo'lganligidan to'limi xushal edi. Bo'pti, o'zimni ching tutay. Sherzodmo menga ortiqcha talab qo'yayotmagandan keyin maktab bitadiganga oz qoldi. Balkim jiroqlarga ketib qolsak, bizning uchrashish fursatimizmi bo'lmaydi. U chaqda ko'rishimiz debmi ko'rishamaymiz. Bekodim bekog'ila uning diliga azor berib, nimami qilaman? deb o'yladi Dilara. O'qish bitiradigan vaqtingizgami asli qoldi. Dedi Sherzod bir kuni xuddi
Diloraning xiyolini bilib olgandekla. O'qish bitirgandan keyin qayerda ishlashni o'ylayapsiz? Hozircha kallamda aniq planim yo'q. Ya'ni ko'risha olamizmi? Balkim ko'rishamasmiz. Ko'rishib qolishimiz mumkin. Hozircha uningga bir narsa degili bo'lmaydi. Lekin men sizdek bir akamning borlig'ini menga unutib qolmayman. Dedi Dilara kulimsirab. Balkim keyincha undaq fursatlar bo'lmasligi mumkin. Kelar hafta oxirida Xaynan orlig'i berib o'ynab kelaylik. Ma'qul. Dedi Dilara'mu xo'shal bo'lib. Endi buningdan keyingi 2-3 oyda bizmi bak aldirash bo'lib ketimiz-danga. Lekin siz bilan uchrashqila chiqib bo'lmasligim mumkin. Bu qitim toza bir o'ynab kelaylikchi. Deyishkini bo'yicha ular haftalik dam elishda Xaynan orlig'i bordi. Ozg'ina shik taqlarni bo'lsa, darizlari dengiz tarafga qaraydigan, tamlari sutdek oppoq. Padişahlarning o'rdasidek hashamatlik mehmon saroyining yotiqiga qo'yishdida xo'shal xo'ram holda dengiz bo'yiga mengishdi. Dengiz manzarasi haqiqatan go'zal edi. Dengiz shamoli ularning chachlarini, yuzlarini suyib o'tadi. Dengiz suyi har bir qitim to'lqinlaganda oppoq boshqonlarni chachirtadi. Dengiz suyi qirg'oqdagi qumliq sohilining xeli bir yerligicha kelib, yana orqaga qaytadi. Ular yumshoq qumni dastiginicha bag'an siri ichkirlab mangdi. Dilara oyog'ini silivitib, dengiz sohilidagi yumshoq qumda yuguraydi. Sherzodmi uningga agishib yugurdi. Ular dengiz suyiga kechadi. Dengiz suyi chiqarib qo'ygan rangdor qo'llarni teratdi. Turibla bir-biriga suv chechishadi. Bugun ular balaliq davriga qaytgan edi. Ular shu o'ynaganicha ichkirlab mengayverib, mehmonxonadan xeylilar jiraqlab ketishgan. Faqat mehmonxonaning oldidagi qo'yiq palma daraxtlar ko'rinib turadi. Endi qaytaylik, dedi Dilara qizivatgan kechki shafaqqa qarab. Bugun qangacha o'ynab oldik. Men baxush bo'ldim. O'zim bo'ptikan. Bugungidek echilib o'ynab baxmabdi ekanman. Bu yerda bir oz o'ltirib, ondan qaytaylik. Ular qumliq sohilidagi yapiloq bir oq toshning ustiga kelib, yondashib o'ltirishdi. Muloyimlik bilan harakatlanayotgan dengiz suyi shafaq nurida ajoyib go'zal tusga kirgan bo'lib, to'xtamay jimirlaydi. To'satdan bir shabini anglagandek orqasiga o'rilgan Dilara oq toshning ostidan suzilib chiqayotgan jilonni ko'rdida qo'rqinidan jilon deb chaqirganicha Sherzodning quchqiga o'zini otdi. Sherzod Dilarani chin quchoqlab orqaga o'rilib qaradi. Tash ostidan chiqqan jilon g'ildirlab manganicha jiraqlab ketdi. Lekin bechora Dilara g'al-g'al titragunicha Sherzodni texmi chin quchoqlab olgan edi. Qizning nozik va yumshoq badallaridan taravotgan o'tdek harorat va rohat bu xil sezim Sherzodni masxush qildi. Uning qizni qo'yib etkisi kelmadi. Uni chin quchoqlaganicha bag'riga oldi. Qo'rqmang jinim, qo'rqmang. Manba. Avval papalash, ondan erkilitish. O'zimi bilmagan holda qizg'in seyish orqasida ishkaylan barliq yitirqash va qo'rqinish hislarini asdan chiqarib, chinla chirmishib ketdi. Oxirida faqat dengiz bo'yidagi yumshoq qum ustida ularning asabiy hayajonga cho'mgandagi izlari qoldi. Birdamlik qizg'in va asabiy hissiyot ichida qizlik qal'asi hukm talqon bo'ldi. Ish oyoqlashib, bayotinqi hayajonliq hissiyotlardan hech nima qolmagan Dilara ikki tizini chin quchoqlaganicha dengizga qarab
uzoqqacha o'ltirdi. U shu topda yig'lashnimi yoki kulishni bilmaydi. O'ylamayli qilib qo'ygan ishidan pushaymonga tushgan edi. Sherzodmi to'xtamay kechirim so'rash bilan ovora edi. Kechiring, Dilara, meni kechiring. Sizni bak yaxshi ko'rganligim uchun o'zimni besib olmay qoptiman. Hargiz ranjimang, bo'lamdi. Endi gap qilmagan bo'lsangiz. Birdan jimjit o'ltirvaqim kelyotdi. Dedi Dilara shu topda badanining bir yerlarining bearam bo'lishidan o'ta ko'nglining bearamligi bak kuchli edi. Ular shu o'ltirgancha toki kechki shafaqning oxirgi nurlari yo'qib, atrofga gugum soyasi yepilgandilar, Dilara o'rnidan turdi. Qaytayli, dedi u past ovozda. Ishkaylan toki mehmonxonaga kelguncha hech nima deyishmadi. Shu topda Sherzodning Dilaraga bakla gap qilg'isi bo'lsa-mu, Dilarani ranjitib qo'yishdan, cho'chitib qo'yishdan, qochirib qo'yishdan ansirab, uningga jimjit agashdi. Uning shu topdagi qo'shliqiga hech nima to'g'ri kelmaydi. Shuncha uzoqdan buyon qo'g'lashgan qizni tasodifiy fursatda o'ziga mansub bo'lishi haqiqatan uning omadi edi. Ammo qiz boshqa qizlarga o'xshamaydi. Shunga uni cho'chitib qo'ymaslik kerak. Bu faqat ishlarning boshlanishi deb o'zini besib oldi. U yanala royish holatda Dilaraning royiga boqdi. Ular yondosh yotoqda edi. Dilara kiribla yotoqni ichidan taqib oldi. Sherzod eshik oldida bir oz turgandan keyin yotoqning eshigini chekdi. Kechiring, meni bir oz tinch qo'ya olasizmi? Dedi Dilara. Sherzod amalsiz yotoqqa kirib ketdi. Moshundaq ishning yuz berishini, qizga erishishni o'zundan beri intizorlik bilan kutayotgan bo'lsa-mu, ammo bugun u yerda uningmi unda xiyoli yo'q edi. Ishlar tasodifiyla o'ng kep qoldi. Uning Dilaradan mushundaqla ayrilib qolg'isi yo'q edi. U qizni haqiqatan yaxshi ko'rib qolgan edi. Hozir bo'lsa qizga bo'lgan mastanaligi hasilab oshqan. Ammo uydagi ayolig'imi yuzsizlik qilishni o'ylab boqmagan edi. U haqiqatan yumaloq tavusga o'xshaydi. U munchiga kirib suyunib olgandan keyin boyatinqi hayajonli ko'rinishlarni yana bir qitim eslab, Dilarani xiyoliy quchoqlab, birdamdala uyquga ketdi. Ammo Dilara munchiga kirib uzoqdan uzoq suyunib chiqqan bo'lsa-mu, kechicha ko'zini chim qilib shummadi. Opsining gaplari uning quloq tubida to'xtamay jaranglab turadi. Pushaymon hislari yuragini to'xtamay tatilaydi. Bugungi ishda butun savallikning Sherzodda emasligini obdan biladi. Garchi yilqi qog'ishdek gurshilan sabab bo'lib, Sherzodning quchqiga kirib qolgan bo'lsa-mu, keyingi hissiyot va harakatlarning o'rindilishida uningmi hassisi bor. Hech bo'lmasa Sherzoddan o'zini tortolmagan edi. U Sherzodni yaxshi ko'radi. Sherzodmi uni yaxshi ko'radi. Lekin bu ular o'tirsida har qanday ish yuz bersa bo'ladi deganlik emas. Asli ular taqdir qo'shilmagan bir juftlar edi. Asli bundaq ishlar yuz bermasligi kerak edi. Lekin kutilmaganda bundaq ish yuz berdi. Endi faqat o'zidan ranjish kerak. Uning yanala Sherzodni ayibligisi kelmadi. Tang amdala yorishiga Dilara sumkasini ko'targanicha putining uchida dasab yotoqdan chiqdi. Yugurgandak mengib mehmon saroydan chiqib ketdi-da, udul Shanxayga qaytdi. Sherzod cho'chib uyg'onganida allaqachon tong otgan bo'lib, u bakli qattiq uxlab ketgan edi. Yotoqning ichi yo'rib ketgan.
U aldirash kiyindi-da, tezlikda Diloraning yotiqi oldiga chiqib, yotoqni yenikkila chekdi. Ammo o'ylamaganda yotoq taqalmagan bo'lib, eshik ochilib ketdi. Sherzod qattiq sarosima ichida yotoqqa kirdi. Yotoqda Diloraning qarasimi ko'rinmaydi. Qattiq cho'chigan Sherzod yotoqning hamma yeriga tafsiliy qarab chiqdi. Yotoqda Diloraga tava hech narsa qolmagan edi. Sherzod darhol telefonni elib Diloraga telefon qilib edi. Telefon taqaq chiqdi. Sherzod gangirg'inicha so'mkasini ko'tarib mehmon saroyining mulozimat supsiga berib, uni surishtirdi. Diloraning chiqib ketganiga 3 soatdan oshgan. Sherzod beshini sangilatganicha Shanxayga qaytdi. Eli Dilora bilan tuyuqsiz uchrashib qilishni xabar qiladigan, xabar bergan tanishlari orqali Diloraning maktabda bor ekanligini bilib, sal xotirjam bo'ldi. Hamda Urumchiga qaytib ketdi. Diloraning telefoni izchil taqaq holatda bo'lib, uzungacha ochilmadi. Sherzod har bir qitim kelganida Diloraning surishtisini qilatdi. Uning maktabda borligini bilib, yenik tinib oladi. Ammo uni izlashga jur'at qilolmaydi. Qiz oldida ig'ir savallik sodir qilganligi uchun qizning asta-asta bir qarorga kelishini kutmakdan boshqa chora yo'q edi. Lekin Dilora shu peti suvga cho'kkan toshdek uning hayotidan g'oyib bo'lib, uningga tugumas hasratlarni qoldirdi. Sherzod qizni seg'inatdi. Uning miskin ham sodda qiyofatini, shundaqla dengiz sahilidagi qizg'in va asabiy hissiyotga to'lgan hayajonlarni aslaganida to'lg'inib turolmayli qoladi. Rastilla u qizning dardida sarang bo'layli degan edi. Lekin u qaramliq qilishga petinolmaydi. Balkim qizning royiga boqmagan har bir harakat uni qizdan mangu judo qilishi mumkin edi. U qizni faqat o'z yenidan ayirmaslikni o'ylaydi. Dilora bo'lsa, o'zidan qattiq ranjigani uchun o'zini qattiq jazoladi. U kun-kunlab musiqa uyidan chiqmaydi. Hatto Shamsiyaning gapimi quliqiga kirmaydi. O'qish tamomlash oldida turibman. Shu ishlar bilan aldirashman. Bir mazgil meni tinch qo'ygin. Deb Shamsiyanimi yeniga keltirmaydi. Atidan kashkicha musiqa uyiga bekinib olib, yangi asr ustida ishlayotdi. Kutilmaganda Diloraning o'zi ijod qilgan Yarlangan Shirak nomli musiqasi ularning o'qish bitirish o'yiniga taklif bilan qatnashgan bir necha o'rindagilarning diqqatini tortdi. Yangilik yaratishchanligi kuchli, o'zgacha ijodiy tusga ega degan nomlar bilan ta'riflab, Urumchidan kelgan bir san'at o'mak Dilora bilan to'xtam tuzishni talab qildi. Dilora azaldan Urumchida ishlashni o'ylab boqmagan edi. Rastini aytganda, shurtiga qaytqusimi yo'q edi. Bir kecha o'ylanish orqali oxiri u bu fursatdan voz kechmaslikni tanladi. Chunki uning kasbining taraqqiyoti uchun bu o'rin bak muhim edi. Shuncha cho'ng, shuncha keng Urumchida Sherzod uni zotila topolmasligi mumkin. Uning ustiga chiroq tuvi qorong'u degan gap bor emasmi? Balkim u Diloraning Urumchida ishlab qilishini asla xiyoliga keltirmas. Dilora Sherzodga o'ch emas. Uni bakli yaxshi ko'radi. Uning davomliq baxtlik yashashini umid qiladi. Yiliqi ishdan keyinmi Sherzodga hech qanday aybni ortqusi kelmadi. Bütün xatolik o'zimda deb o'zini aybladi. Faqatla uning bilan qayta uchrashqisi yo'q edi. Eng muhimi, ular endi cho'qim uchrashmasligi kerak. Agar uchrashib qolsa, o'zini qayta tutib olmay qolishidan ansiraydi.
Dilara'nın Ürümchida ishlaydiganligidan opasining ham ko'ngli yerim bo'ldi, ham qizi uchun xush bo'ldi. Ay, yana yolg'iz qoladigan bo'ldim. Qizim yenimga kelsa, uning bilan birga hamroh bo'lib yashasam, to'y qilsa, balaliq bo'lsa, navramni boqsam deb orzu qilib ekanman, dedi opasi to'limi afsuslangan holda. Kasbimning ehtiyoji shundoq bo'lib qoldi. To'g'ri tushungan bo'lsangiz, bir mazgil tirishib ishlab, andan uy setib olib, sizni Ürümchiga olib ketaman. Ikkimiz birga yashaymiz, dedi Dilara. Cho'ng dada, cho'ng apalaringiz yashinib qoldi, qizim. Ularni tashlab ketolmayman. Yana kelib, Ürümchidek cho'ng shaharga ko'nolmayman, dedi opasi ma'yuslanib. Men yeningizda tursam nimaga ko'nolmaysiz, opa? dedi Dilara uningga akilib. Kunduzlari xizmatga ketasiz. Men uyda yolg'iz qolaman. Keyin to'y qilib, kash vaqtlari eringizga hamroh bo'lasiz. U chaqda men baribir yolg'iz qolmaymanmi? Ondaqda Gulmira hammamnimi, siznimi Ürümchiga olib ketaman, opa. Men to'y qilmay, keyingi hayotimda sizlarning holinglardan xabar olay. Uchimiz birga yashaylik, bo'lamdi? Men qizimning baxtli yashashini umid qilaman. Uning to'y qilishini, baxtli bir oilasi, ko'yimchan eri, o'moq bolalari bo'lishini orzu qilaman. Hammangizga kelsak, balalar vafodor cho'ng bo'ldi. Uni tashlab etmaydi. Menmo sizning baxtingizga putli qashang bo'lishni xohlamayman. Hammangizga kelsak, balalar vafodor cho'ng bo'ldi. Uni tashlab etmaydi. Menmo sizning baxtingizga putli qashang bo'lishni xohlamayman. Hammasini o'ylasizlar, Dilaraning ko'ngli yerim bo'ladi. Gulmira bilan Nabi to'y qilib, to'limi baxtli bir juftlardan bo'lib yashayotgan edi. Ular to'y qilib 1 yildan keyin bir o'g'illik, 3 yildan keyin yana bir o'g'illik bo'ldi. Gulmira ham tirishchan, ham ishchan, kasbchanligimi nihoyat kuchli ayol bo'lg'ashqa, idoradimi, oiladimi fursatni qo'ldan bermay olg'a ilgirlab mangdi. Shunga tonish bilishlarning hammasi ularning baxtiga havas qilishadi. Balkim o'sha ish yuz bermagan bo'lsa, balkim opasining kesili tuyuqsiz qo'zg'alib qolganlik sababli xizmat vaqtida ishxonadan chiqib doktorxonaga bormagan bo'lsa, balkim ularning bu baxtli hayoti yana qanchalik davomlasha bo'lgan. Gulmira yanala qachongacha erini o'zini nihoyat yaxshi ko'rdi. Xuddi o'zidekla oilasiga nihoyat sodiq, muhabbati mangu o'zgarmaydi deb yashar bo'lg'aydi ekan. Ammo u kuni ishlarda tuyuqsiz o'zgarish yuz berdi. Bu kuni Gulmiraga xuddi dunyodagi hamma narsa niqoblangandek, hamma narsaning niqobi yirtilib tashlangandek tuyg'u paydo bo'ldi. Tez doktorxonaga kelsinglar. Opamning yurak kasali qo'zg'alib qopti. Hozir jiddiy qutqizishda qutqizyotdi. Ajisi Gulzira uningga shundoq deb telefon qilganida, u kundalik odati bo'yicha jiddiy xizmatga kirishib ketgan edi. U azaldan shundoq. Xizmat vaqtida zehnini chashmaydi. Lekin dunyolikdagi bir talla opasi, birdan bir g'amguzari, birdan bir soyivanining og'rib qolganligini anglab, o'ltirish asla mumkin emas. U ishxonadan etilib chiqdi. Xizmat vaqti bo'lg'ashqa, Nabiga telefon qilib uni ovora qilishni xohlamadi. Dastlabki 5 yilda uning bilan bir ishxonada o'ltirib xizmat qiladigan eri Gulmiraning qo'llashi, madad berishi natijasida xizmatda zo'r utuqlarni qo'lga keltirib, bir sho'ba bankiga muavin banka boshlig'i bo'lib yetkilib chiqib ketgan edi. Ular hozir bir idorada emas. Gulmira darhalla taksidan birini to'sadi-da, doktorxonaga qarab ilgirladi. Qatnash ancha qistan bo'lmag'achqa, taksi nihoyat tez mengayotgan bo'lsa-mu, Gulmiraga nisbatan nihoyat
nihoyatda osti mengayotgandek bilinmoqda edi. U qadrdon opasidan ansiraydi. Uningga bir ish bo'lib qolmasligini, o'zlarini armonda qo'yib tashlab ketmasligini chin qalbidan umid qiladi. O'zi doktorxonaga tezroq yetib borsa, opasining shirik va qattiq qo'llarini ching tutib madad bersa, opasining hayotga bo'lgan intilishlarini texmi kuchayib, kasal ustidan g'olib kela oladigandak bir xil tuyg'uda edi. Ammo kasalxona binosining eshigidan kirayotgan ashu paytda ko'z oldidagi ko'rinishdan u ochiq osmonda chaqmoq chaqqandek qattiq silkinib to'xtab qoldi. Uningdan ancha shiroq bo'lmagan bir joyda uni suydigan, hayotimizning oxirigacha mushundaq yashaymiz deb va'da bergan boshqa bir ayolni ching qo'ltig'lig'icha elib ketayotdi. Rasululloh uning eri Nabi boshqa bir ayolni qo'ltiqlab olgan. Yan tarafdan qaraganda ayol ulardan xeyli kichik. Ko'tarilib turgan qo'sig'i uning homildor ekanligidan derak berib turadi. Gulmira ko'zlarini ching yumib etib, yana bir qitim ko'zini ochib qaradi. Nabi bilan ayol uningdan xeyli shiroqlashgan bo'lsa-mu, ammo Gulmira qilcha xatolashmaydi. Uning ustidagi ko'k rangli kostyum burilkini atigan o'z qo'li bilan eppagan. Texi uningga moslashtirib o'z qo'li bilan ko'k rangli galstukini taqib qo'ygan. Ashu boshqa bir ayolni chingida qo'ltiqlab ketayotgan ashu texi atiganda eshik tubida Gulmirani tatliqqina quchoqlab birni suyib xo'shlashgan. Gulmira darhol o'zini besib oldi. O'zining doktorxonaga nimishqa kelganini esiga olgan edi. Har qanday ish yuz bersa mayli, shu topda mehribon opasini ko'rishdan ortiqroq bir ish yo'q edi uningga. U darhol liftga chiqdi-da 11 degan sonni bosdi. Lift tez sur'atda yuqori ko'tarildi. Gulmiraning ansirashlarini yanala opasi egalladi. Liftdan tushib jiddiy qutqizish uyining oldiga kelganida otasi uni saqlab turgan edi. "Ta'limimiz bor ekan", dedi otasi. "Apam xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Bak ansirgandim. Seni ko'ramay qolmasin deb. Xizmat vaqtida sana daxli qilib qo'ydimi? Nima davatsan, ocha? O degan mening apam tursa, har qanday ish yuz bersa mayli. Ammo apamni bir ko'rib olish uchun hammani qurbon qilishga tayyorman." Ocha singil bir-birini yenik quchoqlab qo'yishdi. Gulmira opasini ko'ribla ko'z yoshi qildi. "Ahmoq qizim", dedi opasi olsiz qo'llari bilan uning chechini silab turib. "Men yaxshi bo'lib ketdim. Hargizmi bizni tashlab ketmang, opa. Hargiz. Kim bizni tashlavasa mayli. Sizlar bizni tashlab ketmasingiz. Har qanday ishni qilishga g'ayratimiz bor", dedi Gulmira. U o'zining nimishqa shundoq deganligini bilmaydi. Balkim ko'nglidagi yerimchilikni mushu so'zlar orqali ifodalamoqchi bo'lgandi. Bu ularning to'y qilganiga 10 yil bo'lgan mezgil edi. Nabi hozirmi uningga shunchalik qizg'in va romantik muomala qiladi. U hozir rahbar qatlamada bo'lganligi uchun uningga yig'inga qatnashdim, komandirovkaga chiqdim, boshqalar bilan tamoq yedim degandek bahona sabablar bilan kundan kunga kamdidor bo'lib ketganligini Gulmira azaldan boshqacha bir tuyg'uda tushunib boqmagan edi. Eriga shu darajada ishonadi. Bu hayotida agar o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, boshqa biri eringizning yanida boshqa bir ayol bor degan bo'lsa, hargizmi ishonmagan bo'ladi. O'z ko'zi bilan ko'rib turibmi, yanala ishongisi kelmaydi. Ammo shu topda uning azaldan tiniq ko'l suyidek turgan qalbida kuchli to'lqinlar paydo bo'lgan. Gumon uning qalbini bag'an siri xiralashtirayotgan edi. Shu kuni kechda u tunji qitim Nabi bilan to'y qilgandan buyangi 10 yilda tunji qitim uning telefonini tekshirishni qaror qildi. Nabi bugun xizmatdoshlari bilan tamoq yeganligini bahona qilib, nihoyat kech va g'arqmas holatda kirib keldi. Gulmira uni yo'lab karvatga yotqizgan. Necha minutdala u xo'rak tatib uyquga ketdi. Gulmira uning yon telefonini oldi.
Ondan mast holatda yotgan erining barmog'ini tekkizib, telefonni ochdi. Bu ko'zlarga nima dey? Bu shiraklarning bardoshlik berish kuchiga nima dey? Gulmira uning telefonini ko'rib, bakla hayron qoldi. Uning ishongan eri yo'ldan chiqqali 1-2 yil bo'lgandek qilmaydi. Saqlangan nurg'un suratlar, nurg'unlagan so'zlashish xotirlari ularning munosabatining undaq oddiy emasligidan derak berib turadi. Ular hatto bir-birini erim, xotinim deb chaqirishgan edi. Hatto yana balimiz deb so'zlashgan edi. Gulmira baya xato ko'rmagan bo'lib, haqiqatan ayolning qo'sig'ida bor edi. Undaqda zodi qanday qilish kerak? Bu vijdonsiz doshqal er bilan ajrashish kerakmi yoki davomliq uy tutish kerakmi? Tuyuqsiz kelgan bu zarba Gulmiraga haqiqatan ig'ir keldi. U bundaqli bo'shib ketsa, bundaqli bel qo'yiversa bo'lmaydi. Ikki o'g'li uning barlig'i edi. Gerçi uy tutgan 10 yildan beri ular bir qadamdan ilgirlab uy setib olgan, mashina setib olgan. Kartiga pul amonat qo'ygan bo'lsa-mu, uymi, mashinami erining nomida. Gulmiraning nomida bir mo'chan pulmi yo'q edi. U azaldan eridan go'malanib baqmaganligi uchun u vaqtida zotila o'ylanish qilib baqmagan edi. U bugun o'ylandi. Agar ajrashish to'g'ri kelsa, ikkala balani, mol-mulkning hammani elib ajrashadi. Balalarni ayirib etish to'g'ri kelsa, u hargiz ajrashmaydi. Balalarning mukammal bir oilada bag'ri butun yashashini umid qiladi. Eri boshqa bir xotinni xotinim deb chaqirib, yoshirun holatda yashayotgan bo'lsa-mu, uningga bo'lgan pozitsiyasida qilchilik o'zgarish bo'lgani yo'q. Yoki u Gulmiradan voz kechguncha, yoki uni tashlab ketguncha Gulmira hargizmi uningdan voz kechmaydi. Uni yaxshi ko'rib ketgani uchun emas, chidayolmaganligi uchun emas, balalarga mukammal bir oila ato qilish uchun, salobatlik bir dadasining borlig'ini bildirish uchun, ularning yetimlik ko'chasida ruhining sunmasligi uchun. Atisidan boshlab u astoydillik bilan tekshirishga tushdi. U ayol erining kotibi edi. Ularning munosabati uning eri yutkilib uzun qolmayli boshlangan. Hattoki eri u ayol uchun bir uy setib olgan. Uning komandirovkaga ketdim degan nurg'un vaqtlari, yig'inga qatnashdim degan vaqtlari, xizmatdoshlarim bilan tamoq yedim degan vaqtlari asosan shu ayol bilan shu yerda o'tadi. Gulmira o'zining nihoyat uzun yillardan beri bekma ahmoqlarcha beg'am yashaganligini his qildi. Shu erga haddidan ziyoda ishonganligini, ishonchning uning ko'zlarini qariga qilib qo'yganligini his qildi. Endi bo'lganda har qancha qilsa-mu bu ishdan yaxshi natija chiqmaydigandek qiladi. Darvaqa shundoq bo'ldi. Bir dam olish kuni eri tuyuqsiz ayol kotibini uyga boshlab keldi. Qo'sig'i xili o'pdalla chiqib qolgan ayol kotib shaptul chechiga ranglik hamildorlar ko'yniga kiyib olgan bo'lib, ko'ynak uningga bak yarashgan. Gulmira qattiq ochiqlangan bo'lsa-mu, ammo chiroyida faqatla chandurmadi. Xotin, men sizlarni tunishtirib qo'yay. Bu mening kotibim. Ismi Nigora. Ishkinglar do'st bo'lib o'tinglar. Dedi Nabi nomussizlarcha. Uning gapini anglab, Gulmira qon qusivatkili tasli qoldi. Oshnasi bilan ayolini do'st qilmoqchi ekanda, uning maqsadi zodi nima? Gulmira qilchilik chandurmay uning oldiga choy qo'ydi. Ayol kotib nazokatlik edi, chiroyli edi, ham yosh edi. Gulmira yana uningga qarab o'ltirg'isi kelmay, oshxonaga kirib tomoq etdi. Necha qitim yig'lig'isi keldi, ammo yig'lamadi.
Mushu tariqada tamoqni pishdi. Gulmira erining oshnasining oldiga tamoqni qo'ydi. Ular birga o'ltirib g'izalandi. "Qo'sig'ingizda bakana?" dedi Gulmira, xuddi hech ishni bilmaydigandek kulib turib. "Ha, 5 oylik bo'ldi." dedi ayol noz bilan kulib Nabiga lappida bir qarab. Uning eri sirt ishlaydi. Bu yerda hech nimasi yo'q. Ishqinglar yaxshi do'st bo'lib qolinglar. Bo'shansa, uning holidan biz xabar olaylik. dedi eri nomussizlarcha. Gulmira oxiri erining maqsadini tushundi. Eri oshnasini va oshnasidan tug'ilgan bolasini Gulmiraga baqtirmoqchi edi. "Bu sening uxlamay ko'ygan tushing", deb o'yladi Gulmira ichida. "Sen meni burunqidakli hech narsani bilmaydigan, noyta ahmoq bir ayol deb o'ylab qopsan-da. Balkim o'sha kundan burun bo'lgan bo'lsa, balkim o'sha ko'rinishni ko'rmagan bo'lsa, telefonidagi rasmlarni va so'zlashish xotiralarini ko'rmagan bo'lsa, Gulmira yana to'limi ahmoqlarcha uning oshnasi va oshnasidan tug'ilgan bolasini boqqan bo'ladi. Lekin hozir bu asla mumkin emas." U o'zining birdilla qaysarlashib, aqllashib qolganligini his qildi. Shu kunidan boshlab barliq damlash kunlarida ayol kotib ularning uyida bo'ldi. Gulmira hamma ishlardan xabardor bo'layotganligi uchun mushu kunlarda o'zini alohida yasab, eriga qasdan yaqinchilik qiladigan, uni alohida kutib oladigan, texmi qizg'in muomala qiladigan bo'lib ketdi. Bo'libmi, hiliqi ayol kelgan kuni bularning hammasi ashu ayolga o'zining bu uydagi o'rnini ko'z-ko'z qilish uchun edi. Albatta, qonuniy nuqtadan elib aytganda, u Nabining qonunliq ayoli bo'lg'ashqa, ayol kotibning uningga hech narsa deyish huquqi yo'q edi. Ayol kotib oxir Gulmiraning eriga chaplashib degidak o'ltirishlariga, uningga sirkilishlariga, belikiga ching esilib hujrasiga mengishlariga chidayolmadi. Erining oshnasi uni ayolidan kunlab qoldi. Mana bu dal Gulmira kutayotgan natija edi. Shuning bilan bir yakshanba kuni Nabi bilan ayol kotib qattiq so'qishib qoldi. O chaqda Gulmira oshxonada tamoq etayotgan bo'lsa-mu, hamma gapni anglayotgan bo'lib, chiroyida g'albi kulkisi chiqib turadi. Ayol kotib chidamay sumkasini ko'targanicha yamonlab mangdi. "Bo'ldi, hammasi oyoqlasin", dedi ayol kotib chiqib etib. "Sarang bo'ldingmi? Biz nima deyishgan? O'zing o'ylagan maqsadga yetish uchun cho'qim chidishing kerak." "Yo'q, men chidamayman. Bo'ldi, uning bilan yasha." Nabi uning orqasidan qo'g'ladi. Oxiri yamonlab mangan ayolni Nabi ho'ylada tutib oldi-da, ishtirib degidak mashinaga chiqadi. Andin mashinani qo'zg'atganicha chiqib ketdi. Derazadan g'alba kulkisi bilan qarab turgan Gulmira u ayrilishning eng oxirgi ayrilish ekanligini bilmaydi. Eri bilan oshnasining mashinada qattiq urishganligini, bir-biriga yo'l qo'ymaganligini, oxiri qatnash hodisasiga uchrab, erining naq maydonda o'lib, ayolning bolasidan ayrilib, ham umrlik miyib bo'lib qolganligini u asla bilmaydi. U aslida oilasini qo'g'dab qolmoqchi edi. Bolalarga mukammal bir oila ato qilish uchun bu azoblarga bardoshlik bergan edi. Ammo taqdir ishlarni yanada o'z yo'li bo'yicha hal qildi. Shuningdan boshlab Gulmira ikki bolasi bilan yolg'iz yashab kelyotdi. Xuddi opasi yo'ldoshi o'lib ketgandan keyin ikki qizni beqib cho'ng qilgandek qaysarlik bilan yashamoqda edi. Diloraning ko'ngli yerim bo'ldi.
Rastını aytqanda, Shirzat bilan aşı iş yuz bergandan buyon u to'y qilish degan gapni allaqachon kallasidan chiqarib etgan bo'lib, bulg'angan tenimni boshqalarning uyiga opirib, xo'rliq tatib yashaganimdan to'y qilmay o'tganim tuzuk deydi o'ziga. Shirzat bilan ikkilarning munosabati asla bir boshqa chiqadigan munosabat emas. Dilaraning Urumchiga xizmatga tushmoqchi bo'lganligidan allaqachon xabar topgan Shirzatning xushalligini bosolmay, hayajon ichida uni kutayotgani Dilaraga qorong'u edi. 15 kun atrofida uyda turib, oilasidagilar bilan qiyolmay xo'shlashgan Dilara hech narsadan xabarsiz holatda Urumchi aerodromidan chiqqanda o'zini saqlab turgan Shirzatni ko'rib, ya oldiga mengishni, ya orqaga mengishni bilmay g'angrab qoldi. Uning endi Shirzat bilan ko'rishkisi yo'q edi. Ko'rishsa, qanday ishlarning yuz berishi uning ko'ngliga ayon. Padishab allaqachon buzilgan. Keyingi hayotini faraz qilish tas emas bo'lib, yoki uningdan voz kechish, yoki ularning oilasiga qisilib kirib, uchinchi shaxs bo'lib yashash taqdiri uni kutadi. Uning boshqalarning oilasini buzib yashag'isi yo'q edi. Shirzat Dilaraning oldiga kelib, uning qo'lidagi chamdonni oldi. Yaxshi turib Dilara, dedi u yumshoq talaffuz bilan. Dilaraning ko'ziga ular ko'rishmagan bu mezgillarda u bir oz uruqlab qolgandek, sal qardab qolgandek ko'rindi. Dilara amalsiz uning orqasidan agashdi. Shirzat darhol mashinasining orqasini echib, Dilaraning chamadonini o'rlashtirdi-da, mashinaning oldi eshigini Dilaraga echib berdi. "Qani chiqing", dedi u Dilaraga. Dilaraning planlari butunlay ostin-ustin bo'lib ketgan. Hozir xuddi mashina odamdek un-tinsiz holda mashinaga chiqdi. "Mening Urumchiga keladiganligimni qanday bildingiz?" "Sizni yo'qotib qo'yib, sarang bo'lay dedim. Dilara, endi bunday gaplarni so'ramang. Bo'lamdi." Amaliyotda qilaman deb niyat qilgan bir odam uchun bu qiyin ish emas. Dilara jimmida bo'lib ketdi. Endi keyingi qadamni qanday besishni zodila bilmay yotdi. "Meni nega operasiz?" so'radi u orqada qilayotgan yo'llarga qarag'anicha. "Sizning keladiganligingizni anglab, uy tayyorlab qo'ydim. Sizning yotoqda yetib, jafo tortishingizni xohlamayman", dedi Shirzat uningga lappida bir qarab qo'yib. Shirzat tayyorlagan uyga kirdi deganlikning nimadan darak beradiganligi Dilaraning ko'ngliga ayon edi. "Yo'q, meni darhol tushirib eting. U uyga bag'im yo'q." "Nemishqa Dilara? Xato qilganimni bilaman. Savarligimni yuyishim uchun fursatmi bermamsiz?" "Mening siz bilan aralashib yurishdagi maqsadim hargiz pul uchun emas. Sizdan foydalanish uchunmi emas. Siz tayyorlagan uyda o'ltirolmayman." "G'ururingizning kuchlikligini bilaman. Ammo vaqtliq bo'lsa-mu, shu yerda turib turing. Keyinchi o'zingiz bir amal qilganda ondan chiqib ketasiz. Men sizni hargiz to'sib olmayman." "Men hozirla bir amal qila olayman. Mehmon saroylar degan ko'p-ku. Nemishqa ko'zimga kirib olasiz?" "Buningga menmi ishinaman Dilara. Siz cho'qim uy topa olasiz. Lekin johillik qilmang. Hech bo'lmasa, necha kun bo'lsa-mu turib turing. Menga qanchalik o'ch bo'lib ketganligingizni bilaman. Menmi-chu, undaq o'zimni so'ramaydiganlardan emas. Ma'qulli deysingiz, yeningizga hargiz bormayman", dedi Shirzat yalvarib. Mashina to'xtamay oldiga qarab mengayotdi.
Dilara oxiri uning bilan talishishdan hech bir natija chiqmaydiganligini bilib, jimmada o'ltirib ketdi. U Sherzodni bakla yaxshi ko'radi. Oningdan ayrilishning o'zigami qanchalik og'ir besim ib kelganligini u obdan biladi. Uning bilan davomliq aralashib yurishning texmi qiyinligini, muhimi Sherzodning emas, o'zining uningdan o'zini tatamay qilishidan ansirayotganligidan edi. Ola bir qo'rug'i kirib, mashinani to'xtatgandan keyin Sherzod Dilaraga eshikni ochib berdi. Hamda nihoyat tezlikda mashinaning keynidan Dilaraning chamadonini oldi. Ular lift bilan 11-qavatga chiqdi. Dilara uyga kiribla ko'ngli bir tilla echilib qolgandek bo'ldi. Uy oq rangda bezalgan bo'lib, dariza pardalardan tortib oila saymonlargacha hammasi oq rangda edi. Dilara qo'lidagi sumkani qo'yib, ostag'ina qarab chiqdi. Bu 100 kvadrat metrdan ortiq keladigan 3 hujra bir mehmonxonalik shunchalik ozoda uylar edi. Yoqtirdingizmi Dilara? Maxsus siz uchun tayyorlatqizdim. 2 yotoq uyga qo'yilgan karvat. Karvat yopqichlardan tortib dariza pardalarigacha hammasi oq rangda edi. Hatto yotoq uyga qo'yilgan 2 lo'nqi gulmu oq rangda. Dilaraning oq rangni yaxshi ko'rdiganligini biladigan Sherzodning alohida tayyorlaganligini ko'ngli to'ygan Dilara suyunish ichida azoblandi. Rahmat sizga. Bek jafo tortibsiz. Lekin men uzoqqa qolmayli chiqib ketaman. Bak oldirab ketmang. Dilara, men hamon chiqib ketadiganligingizni bilaman. O'zingizni to'xtatib bilib, muvofiq uy topganda chiqsangizmi bo'ladi. Baribir bu uy sizga atalgan. Uyni sizning nomingizda oldim. Ko'p rahmat. Bunda qilmasligingizni umid qilaman. Bo'ldi. Rahmatingizni qo'ying Dilara. Siz uchun har nima qilsam arziydi. Vaqtni bir yerga berib qopdi. Cho'qim qo'sqingizmi ochdi. Birga tomoq yeb kelaylik. Yo'q. deb rad qildi Dilara. U Urumchi ko'chalarida Sherzod bilan mengishni tasavvurmi qilolmaydi. Qayoqdandir bir ayol yugurib chiqib, uning sochlarini yuladigandek, yuzlariga tikirdigandek, xalqi olam oldida rasvo qiladigandek qo'rqinish uni chulg'ib olgan edi. Amasa sirtin tomoq buyurtay. Pulli yayli. Dedi Sherzod yana telefonni elib tomoq buyurtmoqchi bo'ldi. Sizdan o'tinib qolay. Qaytib turgan bo'lsangiz, menga o'ylanish fursati bersangiz. Men bu reallikqa ko'nolmayapman. Ma'qul. Sizni bezar qilg'im yo'q. Bo'lmasa sizga tomoq buyurtib beray. Dedi Sherzod Dilarani o'rkitib qo'yishdan ansirab. U shundoq degunicha Dilaraga tomoq buyurtdi va o'rnidan turdi. Yanchog'idan oshqishni elib Dilaraning qo'liga tutqizdi. Amisi men qaytay. Qandaq vaqtda mening yordamim kerak bo'lsa, menga telefon qilishni unutmang. Dilara qo'lidagi oshqishga qarganicha beshini ling'ishdi. Dilara, menga bir qarang. Deb chaqirdi Sherzod. Dilara ostag'ina beshini ko'tardi. Oldida qamlashgan bir yuz, chaqnab turgan ko'z va bu ko'zlardagi kuchli muhabbat va mehr namoyon bo'ldi. Men sizni bir ko'rib olay. Dilara yana u ko'zlardan o'zini qochirib, yerga qarab oldi. Ma'qul. Amasa men qaytdim Dilara. Sherzod shundoq degunicha orqaga o'rildi. U xiyolida Dilaraning o'zini tutib qolishini, to'xtang deb chaqirishini, kelib belidan quchoqlashini, o'zini uning bag'riga etishini, ularning qaytadan ermash-chirmash bo'lib ketishini chin qalbidan umid qiladi.
Lekin Dilara xuddi muz haykaldek uyning o'ttirsida uzoqcha jim turdi. Sherzod ketibmi bir hazag'icha aşı o'rindan qimirlamadi. U o'zini tasda tutib turvatdi. Faqat tamoq yetkizguchi ishik qo'ng'irg'ini jiringlatgandala ondan hushini yig'di. Mushuk ko'zdan qarab tamoq yetkizguchini ko'rgandan keyin astag'ina ishikni ochdi-da tamoqni elib oldi. Sherzod Dilaraning o'zini tutib qolmaganidan bakmo umidsizlangan bo'lsa-mu, yanala o'zini besib oldi. Sherzod bilatdiki, bu jahil bir qiz edi. G'ururi kuchlik. Yana kelib Sherzodning boyligidan tamasi yo'q bir qiz edi. Faqat uni savrchanlik va muhabbat bilanla qaytadan o'z qo'yniga tortib kelalaydiganligini Sherzod obdan bilatdi. Eng daslabida uning rastilla qizdan foydalanish maqsadi yo'q edi. Qiz mundaqla yiqishliq tuyulganligi uchun gap qilgan edi. Keyingi qitim rastilla qizning miskin turqiga qarab paranglashqisi kelgan edi. Bara-bara qizni yoqtirib qilishini o'ylamagan edi. Boshqalar orqali Dilaraning iziga tushdi. Uning bilan nurg'un qitimliq tasodifiy uchrashishlarni planladi. Shu chaqladimi qizga yiqilishni o'ylamagan desak, yolg'on bo'ladi. Uni eng jalb qiladigani qizning kuchlik bo'lgan g'ururi edi. Nurg'un qizlar uning oilasi bo'lishi bilan kari yo'q, puliga oshiq bo'lib, mastanalarcha uni qo'g'lashadi. O'zini uningga atishadi. Sherzod bilan karvatda bilga bo'libla o'z g'olibligidan faxrlanadi. Hammaga erishdim deb o'ylaydi. Ammo bularning Sherzod uchun hech qanday qimmati yo'q edi. Ularga ishkenchilab qaramaydi. Yoki bek chaplashganlarga pul tashlab beribla rahimsizlik bilan munosabatini o'zatdi. Ammo Dilaraning izchil o'zini qochirishi Sherzodni uni cho'qim qo'lga keltirish istagiga keltirib qo'ygan edi. Dilara qochqancha Sherzodning uningga bo'lgan mayli kuchaygan edi. Mana bugungi kunda u Dilaraga oshiq edi. Dengiz sahilidagi o'sha minutlar har vaqt uning hayojonini qo'zg'ab turadi. Qizni yana bir qitim o'z qo'yniga elish va vasliga yetish uchun u sarang bo'lgan edi. Dilara atisidan boshlab xizmat ishlarini joyida o'rlashtirib oldi. Uylanimi oldingi yili o'qish bitirgan bir do'stim chet elga o'qishga chiqmoqchi ekan. Qachon qaytishi noma'lum. Shuning uchun u qachon qaytib kelgacha xotirjam turadigan bo'ldim deb yolg'on aytib, ularni xotirjam qildi. Bu uning apsiga tunchi qitim yolg'on so'zlashi edi. Bu yolg'onchilik pash bo'lishdan burunroq bu yerdan chiqib ketishim kerak deb o'ylaydi-yu, ammo qat'iy niyatga kelamay tavrinib turadi. Dilara burundan tortib Sherzodning zodi qanday kasb bilan shug'ullanadiganligi haqida hech nima so'rab baxmagan. Faqat uning bir savdo bilan shug'ullanadigan shaxs ekanligini bilgan edi. Ammo bugungi kunda u Sherzodning uncha oddiy bir odam emasligini, uning ta'sir kuchining xeyli zo'r ekanligini bayqab yetdi. Mushu holatida u boshqa uy deb chiqib ketgan taqdirdami, Sherzodning undaq oson voz ketishidan umid kitkili bo'lmaydi. Zixmu kavobni ko'ymaydigan bir amal tepib, uning changalidan qutulmoqchi bo'ladi. Gerçi u Urumchiga kelgan o'sha kundan buyon Sherzod uningga telefonma qilmagan. O'z va'dasida turib, uni izlabmi qo'ymagan. Uning turmushiga hech qanday qulaysizlik kelmagan bo'lsa-mu, ammo Dilara hamma joyda Sherzodning ko'zlari bordek. O'zi Sherzodning olqini ichida harakat qilayotgandek his qiladigan bo'lib qolgan edi. O'zining turibla uning changalidagi bir odamga aylanib qolganiga ochig'i keladi. Lekin uning ko'ztish doirasidan qanday chiqib ketishni bilmaydi. Ashbashdegicha 2 oymi o'tdi. Dilara san'at sohasida yashashning o'zi o'ylagandek unchalik oddiy ish emasligini tunib yetdi.
Bu sohadagi raqobat va xiris o'zi o'ylagandanmi necha hassa kuchlik bo'lib, o'zliksiz tirishish, bilimini yangilash bekla zarur edi. Asta-asta ko'z oylari kirishga boshladi. Azaldan tanha shuriydigan Dilara kunda ishdan tushganda baribir uyda uni saqlaydigan odam bo'lmag'achqa oldirmay piyoda qaytishni yoqtiradi. Ko'z yaproqlarining oyoq ostida shirildab turishi uningga bir xil g'aribona tuyg'ularni ato qiladi. Bugunmi ishdan tushgandan keyin oldirmay mengib manzillardan huzurlangach piyoda qaytgan Dilara uyga kiribla hayron qoldi. Ustal ustiga bir quchoq oq atirgul qo'yilgan. Yana bir tal tort bor edi. Sherzod ustal oldida o'ltiradi. Dilara ya uyga kirishni, ya chiqib ketishni bilmay eshik tubida to'xtab qoldi. U bugunning tug'ilgan kuni ekanligini esiga oldi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Bugun Rasululloh Dilaraning tug'ilgan kuni edi. Ammo u azaldan o'zining tug'ilgan kuniga ancha ahamiyat berib ketmaydi. Ham xotirlabmi o'ltirmaydi. Burun dadasi opsining billa o'tkazib berdigini yodida. Cho'ng bo'lgan sari ko'pincha hollarda tug'ilgan kunda u sirtda bo'lganligi uchun opsining tug'ilgan kunini tabriklab qilgan telefoni va etib bergan qizil bo'liqidan boshqa hech kim ta hozirgacha uning tug'ilgan kunini bilmaydi. Atdigandala opsi uning tug'ilgan kunini tabriklagandan sirt hech kimmi uning tug'ilgan kunini tabriklab boqmag'achqa amaliyotda hech kim buni bilmaydi. Keling Dilara. Qutlug' kuningizda siz bilan birdan birga o'ltirg'im keldi. Sizga hargiz daxli yetkazmayman. Deb uning oldiga bordi Sherzod. Dilara amalsiz sumkasini qo'ydi. Qora ranglik cho'ng yaqiliq uzun chapinini selib, kiyim osqishga osdi. Undaqda men tamoq yetay. Atayin kelgandikin tamoq yeb keting. Amaliyotda Dilara oshxonaga bekinib olib, uningdan o'zini qochirmoqchi edi. Men tamoq buyurtib qo'ydim. Faqat issiq choy damlasangizda bo'ladi. Dedi Sherzod uningga ko'yingan holda. Dilara ostag'ina oshxonaga kirdi-da, bir chaynak choy damlab chiqdi. Ondan aynak stakanga choy qo'ydi. Go'ppada qizilgul boraydigan choy Dilara eng yaxshi ko'radigan choy edi. U choy quyayotgan paytda eshik qo'ng'irg'i jiringlab, buyurtgan tamoqlarni keldi. Sherzod bak ko'p narsalarni buyurtgan edi. Ular birdamdala tamoqlarni ustal ustiga tizivetdi. Qani olayli Dilara. Xushal-xuram o'ltiring. Chiroyingizdan kulki ko'gim bor. Dedi Sherzod. Ular birga o'ltirib tamoqlanishga boshladi. Sherzod ha degandala Dilaraning taxsiga uni buni qisib selish bilan ovora edi. Hamda to'xtamasdan chaqchaq va yumor aralashgan gaplar bilan Dilarani xushal qilishga tirishadi. Amdi tug'ilgan kun naqsi etayli. Tortni parchalayli. Dedi Sherzod. Ikkalan birlikda tug'ilgan kun naqsi aytishdi. Dilara shamni po'ladi. U Rasululloh hayajonlanayotgan edi. Bu mening sog'am. Sherzod shundoq degunicha shamni po'lab bo'lib teg'i o'ltirmagan Dilaraga yonchug'idan bir qizil qopchiqni sundi. Bu mening sovg'am Dilara. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Yo'q. Dedi Dilara qo'li bilan qopchiqni ishtirib turib. Mavi gulni qabul qilsammi bo'ldi. Boshqa sovg'at olmayman. Hech bo'lmasa, nima ishkanligiga qarab boqmamsiz? Ichib ko'rib beqingchi. Dedi Sherzod ko'ngli yerim bo'lgandek qopchiqni Dilaraning oldiga qo'yib. Dilara amalsiz qopchiqni ostag'ini ochdi. Qopchiq ichida julasi ko'zni chaqnatib turadigan, intayin nafis ishlangan,
almas ko'zlik uzukdan biri turadi. Yo'q. Men rastalla qabul qilolmayman. Bunda qimmat sovg'aga loyiq emasman. Kechiring. Dedi Dilara darhol qopchiqni Sherzod tarafga ishtirib. Bunaqa ming Dilara. Xush bo'lib ketay, men umid qoldirma. Dilara Sherzodning o'tinish ohangidagi so'zlarini anglab, bekla amalsiz qoldi. U bek taslikda qo'lini uzuk tarafga sunishiga Sherzod uning qo'lini kappada tutdi. Sherzodning qo'llari o'tdek issiq edi. Uning haroratida butun badani tok tekkandek jug'ildab ketgan Dilara nima qilarini bilmay turib qoldi. Manga yo'l qo'ying Dilara. O'zikni o'zim sap qo'yay. U chaqqonlik bilan Dilaraning orqasiga o'tib, Dilaraga chaplashib turib, almas ko'zlik o'zikni elib, Dilaraning namsiz barmog'iga selib qo'ydi. Uning eg'izi Dilaraning quloq tubida. Tiniqlari Dilaraning yuziga, bo'yinlariga uriladi. Dilaraning sochlari uning inaklariga, bo'yinlariga tegib turadi. Her işkeylen tushundirib bo'g'ilib bo'lmaydigan, kelkundek bostirib kelayotgan bir hayajon ichida qoldi. Sherzod Dilaraning belib bo'g'ilib bo'lmaydigan sus qarshiligiga qaramasdan uni belidan chin quchoqlab oldi. Orqadanla bo'yniga so'ydi. Ondan lavlarini uning lavlariga bosdi. Muhabbat jihatda tajribasiz qiz az hoshini yo'qotib, bilgili bo'lmaydigan shivirlashlari bilan Sherzodning quchqiga shiqildi. Sherzod qizni ko'targanicha hujraga kirib, karvatga yotqizdi. Ondan uning lavlariga, bo'yinlariga hayajon bilan suyishga boshladi. Bu hareketler bağan siri tövenge qarab mengib, Dilaraning badanida kuchlik tok eqimi yamravatgandek bir xil shirin tuyg'u paydo qildi. Qiz o'zini sezmagan asosda Sherzodga asta-asta moslashib ketdi. Bu kecha to'limi go'zal bir kecha bo'ldi. Mehmonxonadan kirgan g'ova chiroq yo'rig'ida jup soya uzoqcha harakatlanishdan to'xtamadi. Muloyim va shirin harakatlar qizning nervisini tormozlab, uningdagi barcha nomus, qo'rqinch va boshqa xayollarni chiqarib-etdi. Dilara kundagiga o'xshash qo'ng'iroqliq soatining jiringlashi bilan cho'chib uyg'onib, ustida shipchaqliq bir narsa yo'q holatda Sherzodning kuchlik bilaklariga beshini qo'yib uxlab ketganini ko'rib, darhol yotqanni tatibla o'zini yo'g'ib oldi. Sherzod yana uni muloyimlik bilan bag'riga bosdi. Amdi Dilaraning barliq nervlari uyg'ongan edi. Men xizmatga berishim kerak. Shuni olay. Dedi u Sherzodning kuchli qo'llaridan qutulishga urinib. Bugun menga hamroh bo'ling. Dedi Sherzod Dilaraning quliqini bo'sh tishlab pichirlaganicha. Bormasam bo'lmaydi. Bugun muhim bir repetitsiya. Dedi Dilara jahillik bilan uni ishtirib. Men o'mak boshlig'iga telefon qilib qo'yay. Sizni surishtirmisin? Dedi Sherzod yana qo'yib etmay chin quchoqlaganicha. Dilara birdalla muzlab ketgandek bo'ldi. O'mak boshlig'ini tanimsiz? Dedi u ochiq bilan. Ha, burunli tanishatdik. U mening yaqin do'stim. Dedi Sherzod. U o'zining bu sazgur qizni qochirib qo'yishidan qo'rqatdi. Men chiqim berishim kerak. Siz aram elavering. Dilara shundoq deganicha bir tal lungini elibla muhim yerlarni o'rab munchaga kirib ketdi.
Dilara munchaga kiribla suvni shaqirtib ichivatdi va yuzini ilmon suvga tutqunicha bir haza turib ketdi. Shu tapda uningda oqshomgi hayajonliq hissiyotlar to'liq tarqalib ketgan bo'lib, vujudida o'zini tushuntirib berolmaydigan murakkab tuyg'ular bosh ko'tarmoqda edi. Bu pushaymonmi, qo'rqishmi, nomusmi, o'zimi aniq bir narsa deyolmaydi. Ammo vaqtning hiyli to'shadiganligini, ishga kechikib qoladiganligini o'ylab, xiyollardan o'zini tortib, tezlikda suyundi. Hamda putining uchida dastlab munchadan chiqib ketdi. Yana bir hujraga kirib, sochlarini quritdi. Kiyimlarini almashtirdi. Badallari og'rib turadi. Kayfiyati sal nachar bo'lg'ashqa, chiroyimi tadrango ko'rinadi. Nashta qilg'usimi yo'q edi. Ammo vujirdan chiqibla jo'yinib chiqqan Sherzodning uning uchun sutni isitayotganligini ko'rdi. Nashta qilmasangiz, salomatligingizga ziyonliq. Eling, bir stakan sut bo'lsin ichib eling. Dedi Sherzod Diloraga qarab. Dilara amalsiz o'ri turibla sutni ichib mengishga tamshaldi. Bir meni saqlang, dedi Sherzod. Men kiyimni almashtiriblasini apirib qo'yay. Yo'q, dedi Dilara uni rad qilib. Kechiring, menimi hurmatlab qo'ying. O'zim boray. Ranjib qoldingizmi? Dedi Sherzod Dilaraga qarab. Nimaga ranjiyman? Ranjigidek ish yo'q. Ammo boshqalarning gapidan qo'rqaman. Yanada yolg'iz ketay, dedi Dilara zo'rg'a kulimsirab. Tushundim. Amisi bu yerga birni. U shundoq degunicha lavlarini Dilaraga ko'rsatdi. Amalsiz qolgan Dilara uning mangziga lavlarini yenik takkizibla ishga qarab mangdi. Yani nimaga qo'y tutib qoldikina? deb o'ylag'anicha qoldi Sherzod. U texi kechadagi shirin aslimalar qo'ynidan chiqib bo'lolmagan edi. Dilaraning oqshomgi o'tdek qizg'inligi bilan hozirgi muzdek sovuqligi osmon zamin selishtirma edi. Dilaraning bo'lsa o'ziga ochig'i kelyotdi. Bilib bilmay Sherzodning qiltiqiga tushib ketayotgandek his qiladi. U Sherzodni yaxshi ko'radi, ammo uning sirliqligidan qo'rqyotdi. Hatto uning o'mak boshlig'i bilanmi munosabati borligi nimani tushundirdi. Ajaba ayni chaqda o'maktiklarning uning muzikasini yangilik yaratish ruhi kuchlik, ijodiyligi bor deb ta'riflab to'xtam to'zib, Urumchiga epkaganimi bir qiltaqmidi? Dilara Sherzodning o'rlashtirishi bilan Urumchiga kelganmidi? Uning buningdan keyingi hayoti uning olqinida o'tami? Dilara o'ylagan sari bir tarafdan ochig'i kelsa, bir tarafdan tega yo'q qonga tushib ketayotgandek so'g'aq bir sezim uni bearam qilmoqda edi. Mana endi bo'ladigan ishlar bo'ldi. Xuddi o'zi Sherzodning kichik xotinidek. Yo'q, oshnasidek holatda u tepib bergan xizmatni qilib, u ep bergan uyda o'ltirib yashayotdi. Agar uning maqsadi bir erga tayinib yashash bo'lsa edi, oliy maktabda o'qib nima qiladi? Uning faqat tenini vosita qilib yashaydigan ayollardan nima farqi qoldi? U endi kunlarini Sherzodning ayolini qo'yib etib, o'zi bilan to'y qilishini sabrchanlik bilan kutish yoki hozirgi oshna salohiyatida Sherzod uni seg'inganda kelib, uning bilan birga bo'lishini kutib o'tamdi. Nurg'un oyga chiqmas xayollar atdegandala Dilarani holidan ketkizay dedi. Shu topda u endi yuz beradigan ishlarga qandoq yuzlanishni bilolmay gangirab qelyotdi. Dilara bir kun kechgacha to'lima parakanda yurdi. Kechda ishdan tushibmi uyga qaytqusi kelmadi. U bir tomoqxonaga kirib tomoq yedi.
Andın ko'chalarda maqsadsizli yurib, aradan soat 10dan oshgandala amalsiz yana uyga qaytdi. Taliga uyda Shirsat yo'q edi. Dilara to'limi harg'inlik ichida karvatga o'zini tashlavatdi. Bundaq yashavasi bo'lmaydiganligini, uningdan o'zil kesil qutulib chiqish kerakligini his qilib yetgan edi. Shirsat shu topda o'z uyida xotinini quchoqlab yotgandi. Ammo Dilara-chi, u yolg'iz, ham miskin, g'erib. Qaysi bir chog'larda Shirsat uni seg'ingandala uning yeniga keladi. Uningga hamroh bo'ladi. Bu qanday turmush? Bu Dilara orzu qilgan turmushmi? Hozir u aniqla Shirsatning oshnasiga aylanib qolgan. U oilasi bor bir erni yaxshi ko'radi. Er xolisa uning qishig'i keladi. Bo'lmasa oilasida baxtli turmushidan ham bahrlanadi. U bundaq turmushdan nimaga erishadi? Dilara ertasidan boshlabla uydan chiqib ketish uchun yoshirincha uy izlashga boshladi. Kutilmaganda dal shu kuni kechda Shamsiyadan uningga telefon keldi. "Voy, Dilara, sen nerede? Men Urumchiga keldim." Dilara amalsiz uni uyga boshlashga majbur bo'ldi. U apsiga yolg'on aytgani bilan, apsini ishontirligini bilan Shamsiyaga yolg'on aytolmaydi. Shamsiya uning chatalga chiqib ketgan bir do'stining yo'q ekanligini aniq biladi. Shamsiya uyga kiribla hayron qoldi. "Ohoy, Dilara, turgan uylaring qaltisqo? U bo'ladigan erkanjimi? Menga yaradi," dedi u uylarga bir-birlab kirib chiqqandan keyin. Dilara uning uyni yaraydigan deganini yoki erni yaraydigan deganini tushunolmadi. "Tamoq yedingmi? Bo'lmasa men tamoq buyurtay," dedi Dilara. "Keladiganingni bilmagashga tamoq yeyaptiman." "Menmi tamoq yeb oldim, lekin azroq bir narsa buyurtib, qangacha o'ltirayli-chi?" "Sen bilan uzoq turolmayman, Dilara. Shunga sen bilan ko'proq mungdashib ba. Ondaqda o'zimni 2 xil qo'rimi tayyorlay." "Ma'qul amsa, avvori bo'ldigan bo'lding jonim," dedi Shamsiyamo tuzit qilmayla. Dilara qo'rimini tayyorlab ustalga ep chiqqanda, ustal ustida bir botilga qizil haraqni ko'rib, chiroyi o'ngib ketdi. "Nima qilganing bu?" "Xo'sh bo'lay, Dilara. Musha bir qitim menga yo'l qo'ygin. Bir ichimni bo'shtib olay. Dardimni to'kkili qo'y," dedi Shamsiya. "Bo'ptamsa, ozroq ichgina. Hargiz ovorchilik topmag'in," dedi Dilarami do'stining ko'ngli uchun. Ular ko'rishmagan necha oyda Shamsiya xeyli o'ptalla tortilib qolgandek turadi. Kayfiyatimi yaxshi emas. Urumchiga kelganingmi qanday ish ekanligini Dilara bilmaydi. Lekin u bir tag'a dardini ep kelgan bo'lishi mumkin. "Dardingni aytib ol," deb o'yladi Dilara. Ular qo'rimlardan yeyishgach parangni boshladi. Shamsiya bir romka haraqni oldiga liqlab qo'ydi. Dilara choy ichgach uningga hamroh bo'ldi. "Urumchiga kelganligimdan hayron qilyapsan?" deb so'radi Shamsiya. Andin birli ko'tirib bir romka haraqni ichivatdi. Qog'oz bilan lavlarini surtib keyin, "Mundaq gap. Men uydan chiqib ketdim. Endi uyga hargiz qaytib bormayman. Mo'shu mengishimda yana Shanxayga qaytaman. U yerda men bir klub xo'jayini bilan deyishib qo'ydim. Shu yerga berib, naqshamda aytay. Nemishqa endi? Nemishqa chiqib ketding jinim adash?" dedi Dilara do'stining qo'rqimsizligidan hayron bo'lib. "Chidag'uchilikim zotili qolmadi.
Neymiş qidamsan adaş? Apam uyga qaytgan kunimdan boshlab to'xtamay to'yga oltirdi. Men bu ahvolni oblikimga aytdim. U meni uyga boshlab berdi. Uning apsi nima deydi demamsan? Mehmonxonada uyda o'ltiribman. U xotun oshxona uyga kirib olib, meni anglasin deb oblikimga vaqirayotdi. Meni tillayotdi. Mana qara, kalpiqlarni bo'yib elishlarchi. Ko'chadagi xotinning o'zi. Mo'shundaq bir qizni xotinim deb kayninga sepshiramsan. Menga ko'rsatmaganli bo'lgan bo'ldi. Tanlagan qizim bor desang, qandaqroq qizkin debdiman. Voy o'lay, voy nomusum. Endi ikkinchi ko'zimga ko'rinmasin. Men o'zim tanlab o'ylayman seni. Bu gaplarning eng oddiysi texi. Gaplarning yomonligidan chidab bo'lolmay, o'rnimdan turganimcha chiqib ketdim. O'ylab baqa adash. Ablikim bilan heli urushib, heli talashib, heli ko'yishib yurganimizga 2 yildan eshibdi. Tariximdagi eng uzoq birlashgan yigitim shu desam bo'ladi. Rost gapni desam, uni heli yaxshi ko'rib qopdikanman. Muhimi, u meni yaxshi ko'radi. O'tmishimni surishtirmaslikka va'da bergan. Kelgusinga men ega bo'laman. Mendan yoshirin har qanday bir er bilan ko'rsang bo'lmaydi degan. Men uni yaxshi ko'rganligim uchun shu talablarga qo'shilgan edim. Uning apsi nemasiga meni yaratmaydi. Narim qandaqkan? Uyga kelsam opamning texi gapi tugmagan. Sirtqa asla xotirjam chiqolmagan. Atisi oblikim nima deydi demamsan? U degan opamning meni niyatidan yandirish uchun degan gaplari edi. Azroq chidavatgan bo'lsang, u o'tkaldan o'tib ketadi. Apam asli boshqa bir qizni tepib, men unimag'andan keyin meni ayirib etish uchun shundoq degan. Nemishqa uyni tashlab chiqib ketsan deb mendan qattiq ranjiyotdi. Achchig'imda uning bilan bir qapas so'qishibdiman. Sen meni nima ko'rib qolding? Apang bo'lgan odam meni bir pulga yaramas qilaversa, ishga eg'iz gap qilmasang chiqib ketmay qanday qilaman? Apang meni nima ko'rib qopdi? Men shuncha qadrsiz qizmikanman? Deb onima tillab poska aytib etib uyga kirsam, yana shu opam. Pat arada to'yingni qilamiz, tayyorlig'ini qil deydi. Kimkan desam, heli qisami bilasan-ku, dangliq oshliq moy savdogari Abdulla Qapaqni. Ayoli o'tgan yili qatnash hodisasida o'lib ketibdi-kan. Texi menga ishtay saqlab demish. Eshib-teshib shu 50 yoshli qirg'i tegamdim. Shuning bilan nas keraklarimni yig'ishtirib qechib chiqdim. Eng yaxshisi, men hech kimning ko'ziga sig'magandikin, jiroqlarda yashag'inim tuzikkan. Bek oldiroq salliq qipsan Shamsiya. Oblikimga ozroq yo'l qo'ysang bo'lmamdi. Uning gapining asosi bor. Anglasangmi, anglamag'anga selib chidab o'ltirsang bo'lgan. Balkim oblikimning apsi amalsiz qola bo'g'iydi. To'yingni qilib olsanglar, hamma ish o'tib ketadi emasmi? Qo'yg'ina uni. Har qancha uningga kuyib shirikim kavob bo'lib ketgan taqdirdami, uning apsining bunday haqoratlariga chidab turolmayman. To'y qilmay turib bunday gapni anglasam, to'y qilib kirganda nima qilib eta u xotin meni? Shamsiya ko'ngli nihoyat tuz bo'lsa-mu, nozik va tertak edi. Ochig'i kelsa, osonlikcha oqiga yonmaydi. Diloradek ba azobni ichiga sig'dirib yuradiganlardan emas edi. Shamsiya yana bir romkani liqlab qo'yib, birli ko'tarib ichivatdi. Ozroq ichkina, birdamdala mas bo'lib ketsan, dedi Dilara uningga nasihat qilib. Ansirma. Bu haraq bak yaxshi narsa. G'am hasratni oladi ekan. 2 romka ichib olsang, barliq g'am qayg'ularing tomandakla tarab ketadi ekan. Nem bo'ldim deb qoladi ekansan. G'am qayg'udan asar yo'q. Xo'shal-xo'ram o'ltira oladi ekansan. Shunga menmi uningga amroq bo'lib qoldim Shamsiya. Musha alpozingda Shanxayga borsangmi, qayg'u hasratni unutildirdi ekan deb araqkash bo'lib ketmagin. Seningmi dadamdek bir taqdirga qilishingdan ansirayman adash.
Apang bilan nemishqa shuncha chiqishamaysan? Apang seni nemishqa to'y qilishga shuncha zo'rlaydi. Yana kelib sana nemishqa undaq qiyri erni topidi deyman.